Assalomu alaykum akalar, ukalar. Mana navbatdagi tomimiz ham bitti. Xudo xolasa mana shu oldi qoldi rekalari. Joyimizning uzunligi 13 metr. Eniga 20 metr bo'ldi. Kotej forma qilib yopib berdik. Oldilariga mana kazirovlarini chiqarib. Xudo xolasa bu joyimiz bitti. Materiallarimiz doimgidek konteyner profillaridan. Sizlarga tepadan ko'rinishlarini ham olib beraman. Bu pastdan ko'rinishi. Mana xudo xolasa tepadan ko'rinish holati. Elmurod ustamiz mana oxirgi rekalar qatiryapti. Yo Elmurodjon, xormi? Yo, salomat bo'ling. Charchab qolmayapsizmi? Rahmat. O'lyapsizmi? Xudo xolasa bu tomimiz necha kunda bitdi? Bir haftada xudo xolasa. Bugun 7-kun. Mana 13 ga 20 joyimiz bir haftada bitkizdik akalar. Mana tunuka qatirishga tayyor holatda. Mana orqalari ham konvert holatda. Oldilari ham konvert holatda kazirovlari bilan. Shu akamizni xizmati rosa sinyapti. Shunaqa joyi bor akalar bo'lsa, ekrandagi nomerlarga telefon qilaverasizlar. Nomerlarimiz 88 kod bilan 235 22 42. Bemalol aloqaga chiqib ko'rasizlar. Xizmatlarimiz O'zbekiston bo'ylab. Hozirlar yana pastdan ichki ko'rinish holatlarini ham olib beraman. Mana akalar ichidan ko'rinish holatlari. Bemalol 10 sm, 15 sm gacha mana loy bosilaveradi shu firmalarimizga. Xudo xolasa ko'tarishiga javob beramiz. Like, podpiskalarni unutmaysizlar akalar.